Bismillahirrohmanirrohim. Majnunning Laylisi. Bir podshoh Majnunning dalli devona bo'lib, cho'lu sahrolarda ovora-yu sarson kezishi sababi bilan qiziqdi. Uning ishqi Layliga tushganini bilib, Laylini topib huzuriga keltirishlarini buyurdi. Podshoh Laylini ko'rib dong qotdi. Sababi qarshisidagi qop-qora oddiygina qiz edi. Podshoh so'radi: Majnunni shu ko'ylarga solgan Layli hali senmisan? Ajab. Senda hech qanaqa go'zallik yo'q-ku. Oddiy ayollardan hech bir farqingni ham ko'rmayapman. Majnun sening nimanga oshiq va beqaror bo'ldi ekan? Layla hech taraddudlanmay javob berdi: Ey podshohim, gapirmang. Chunki siz Majnun emassiz. Mendagi go'zallikni ko'rish uchun sizda Majnunning ko'zlari bo'lishi va menga uning nazari bilan boqishingiz lozim. Podshoh bu haq so'zlariga javoban hech nima deya olmay sukut qildi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.